Assalomu alaykum Tashkent Motors kuzatuvchilari hamda obunachilari. Mana bugun navbatdagi Jack X200 Prontour'ning mashinamizni o'z egalariga topshiryapmiz. Akajon, Rahmat. tabriklaymiz. Rahmat. Akajon, endi mana shu kompaniyamiz haqida ikki og'iz fikringizni va mashina olish tartiblari qanday bo'ldi? Mana shularni bir ikki og'iz obunachilarimizga aytib o'tsangiz. Kompaniya yaxshi. Mana o'zi bizga kelganimda yaxshi muomalada bo'lishdi. Yigitlar, rahmat. Nima deydi? Polni shu mashinani yaxshi tomonlarini bizga ko'rsatib berdi. Kelajakda nima deydi? Hech qanaqa muammo bo'lmasligi to'g'risida hamma tushuntirishlar berildi. Servis xizmatlari borligi to'g'risida bu narsalar aytildi. Xudo xolasa bir yaxshi niyat bilan oldik. Inshaalloh yana 3-4 martalar kelishga ham Allohim nasib bo'lsa bir nasib qilsin hammamizga. Sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Boshqa anaqamiz yo'q. Akajon, sir bo'lmasa nima biznes uchun oldingiz mashinani? Bizga narxga tarqatamiz. Shu xalqimizga yetkazib berish maqsadida tezroq mana eski mashinalardan charchadik. Shuning uchun nima deydi? Bir yangi zamonaviy tipdagi mashinalarni shu xizmat qilsin deb yaxshi niyatda shu mana qilgandik. Akajon, tabriklaymiz yana bir marta. Sizlarga ham sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishlaringizga omad bo'lsin. Kimga mana shunaqa modellar kerak bo'lsa, Jack X200 modellari kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Shuni eslatib o'tamizki, 10-aprelgacha Jack X200 modellarimiz 16,8 million so'mlik aksiyada xarid qilishga ulgurib qoling. Tashkent Motors sifat qiymatdan ustun.